do'stlar, uxlashdan oldin kommentarlarni o'qib chiqaman, bilasizlar. Hozir bugun ataylab meni edit qilayotganlarni kommentarni o'qib chiqdim. Juda ko'p prosmotr yig'gan editlar borgan, Shortsda, YouTube'da, Reels'da. Qarshi odamlar 2-3 ta endi boshqa auditoriyadagi odamlar endi hali bizani kurgini yoki bizani temani tushunmaydigan odamlar yozgan. Ha bu uyushtirgan-ku, o'zim videoni komment etaman. Aka bu uyushtirgan ekan-ku, voy, men sizga ishonibman nimadir. Birinchidan videoni bosh disclaimer o'qinglar YouTube videoda. O'tda aytilganki, videodagi hamma narsa sizlarni qiziqarli vaqt o'tkazishi uchun va buni xuddi yangi format bu. Ya'ni hozir boshda sal hate bo'lishi yoki norm, ya'ni hate yo'qmanda pashti. Ya'ni 1% ham hate yo'q. Просто 10 mingta komment ikkitasi bo'lib qolsa, shunaqa ijobiy ketaman, işte bu shunaqa tushunchada qolgan ham ketmasligi uchun. Ya'ni bu yangi format va buni как kinoda qabul qilinglar. O'tdagi hammasi bu obraz. Tipa haqiqatda mana qotillik yo'qormaydi hech qachon. Chunki biz yaxshilarda va ana endi bo'lmasam keyingi masala Darknet yangi qism va yana qolgan masalalar bo'yicha Darknet hamma talablarni bir kunda uzdirib tashadi. 101 ming like va 20 ming yangi obunachi. Bilet 101 ming like 3 soatdan 4 soatda yig'dik. YouTube'da uzun videoda bilmayman. Nafaqat men boshqada balkim o'zimda yoki boshqa uncha rus youtuberlarida men kuzatgan youtuberlarda bunaqa bo'lmayapti. Lekin hozir bizda shu natija, shunga hayronman. Bilet taqdir aylanib qanaqa kelib qolishiga. Endi hozir davomi chiqadi, libomi chiqadi. Faqatgina hozir hamsirash yetarganlik va yana 2-3 ta hozir shartnomalarimiz bor, ya'ni yangi proyektlar. Xudo xolasa yangi kompyuter va yana texnikalar rivojlantiramiz. O'shalar bo'yicha yugurum bor, shu uchun ham Darknet syomkasiga sud qilamiz. Lekin hamma narsasi tayyor bo'lib turibdi. Просто syomka qilsak bo'ldi. Kutotganlar bormi? Aksiya beraveringlar. Просто biling.